Nafs illatlari. O'z nafsiga aldanish. Nafs kasalliklaridan biri bu inson o'zini Allohning azobidan omonda va jannatga kirishi to'liq kafolatlangan deb qat'iy ishonishi sanaladi. Bunday odam barcha duo, ibodatlari, zikri tasbehlari Alloh taolo tomonidan qabul bo'lishiga ishonib, najot va abadiy rozilik eshigini ishonch bilan taqillatadi. Biroq uning gunohlari va kamchiliklari tufayli bu eshik uning uchun mahkam yopiq va ming afsuski, u bundan shubhalanmaydi ham. Husayn ibn Yahyo menga Masruhdan eshitgan bir voqeani aytib berdi. Kunlarning birida Robbi al-Adaviya ilm majlisi yonidan o'tib ketayotganda Solih al-Murri rahimahulloh yig'ilganlarga kim eshikni astoydil taqillatsa, eshik albatta ochiladi dedi. Bu so'zlarni eshitgan Robiyul al-Adaviya Solihga eshik ochiq, lekin siz undan qochib ketyapsiz. Birinchi qadamdan keyin adashgansiz. Maqsadingizga qanday erishmoqchisiz dedi. Agar banda nafsini shahvat va uning ortidan yugurishga tashlab qo'ysa, uning kasalliklarini davolay oladimi? Agar u o'zini ehtiroslardan himoya qila olmasa, u qanday qilib foydasiz va bekorchi istaklardan xalos bo'ladi? Muhammad ibn Ahmad ibn Hamadoniy bir donishmandning Muhammad ibn Ishoq as-Saqafiydan Ibn Abu ad-Dunyodan zanjir bo'ylab kelgan so'zlarni menga aytgandi. Bu go'zal so'zlar bunday yangraydi. Sizda bor ekan kamchilik, qusurlar, ruhingiz sokinlik topadi deb o'ylamang. Agar siz gunoh yukini ko'tarib yurar ekansiz, hech qachon jazodan qochib qutulishga va jannatga tushishga ishonchingiz komil bo'lmasin. Muolaja uslubi. Mashhur olim Sirri as-Saqati ta'kidlashicha, bu kasallikni davolash uchun banda amallari qabul bo'lmay qolishidan hamisha xavfda bo'lishi lozim. Shuningdek, doim halol luqma bilan taomlanishi va Alloh taologa taqvo hamda yaxshi amallar bilan intilishi talab etiladi. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Mo'min banda toki jahannam o'tidagi ko'prikdan o'tib ketmaguncha va uni ortda qoldirmaguncha Allohning azobidan qo'rqishdan xalos bo'lmaydi hamda uning qalbi tinchlanmaydi. Bu o'rinda Xoris al-Muhosibiy rahimahullohning quyidagi so'zlarini ham keltirish o'rinli bo'ladi. Biz o'zimizni taqvodor va gunohlardan pok deb bilamiz. Biroq ehtimol biz gunohkor va gunohlardan xoli emasmiz. Axir qanday qilib biz bunday emasligimizga ishonch hosil qilishimiz mumkin? Zero biz har kuni takabburli va xudbinligimiz sababli o'tmishda qilgan gunohlarimizga yana gunohlar qo'shib boramiz-ku.